Xitoydan mashhur Larich firmasining premium kачестводagi pastellari keldi. Sizlar bilan ochib ko'ramiz. Qani ketdik. O'zining ashyoqi sumkalari bo'ladi. Buni italiyalik dizaynerlar ishlab chiqarishgan buni Xitoyda. Hop, 100% paxtaligi haqida dokumentlari. Hop, buni obzor qilamiz. Ko'p odamlar bir kun baxtli bo'laman deb yashaydi. Lekin o'sha kun hech qachon kelmaydi. Chunki ular doim baxtni kelajakdagi bir nuqtaga bog'lashadi. Shuni hal qilib olay, shu pulni topib olay, uy olay, muammolarim tugasin, shunda xotirjam bo'laman deb o'ylashadi. Lekin haqiqat shuki, hayot hech qachon to'liq tartibga tushmaydi. Har doim yangi tashvishlar, yangi muammolar, yangi rejalar bo'ladi. Agar baxtni nimadir to'g'rilanishiga bog'lasang, u seni umr bo'yi kutib yashashga majburlaydi. Lekin hozirgi onni his qilsang, bor narsalaring uchun shukr qilsang, hayotni qanday bo'lsa shunday qabul qilsang, kutilmagan paytda chinakam baxtni his qilishing mumkin.